Akalar, mana bu ishxonani yotoqxonasi. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Bizda qanday bor, shuni hammasini ko'rsatiladi. Biron aldov-paldov yo'q. Mana shu turgan joyi yotoq joyi, akalar, opalar. Ishlayman degan vatandoshlar bemalol kelib ishlashlaringiz mumkin. Bitta like, komment, omad so'zini yozib qoldim. Assalomu alaykum yana bir bor aziz vatandoshlar, akalar hamda opalar, yaxshimisizlar? Kayfiyatlar joyidami? Jonlaringiz sog' bo'lsin. Mana shunday poddeshkalar bilan yana yangi bitta ish chiqaryapman. Bu ishimiz Sankt-Peterburg, Leningradskiy oblastda, akalar, opalar. Ish joyini qo'yib o'taman. 5 ga 2, 5 kun ish, 2 kun выходной bor. 100 mingdan 120 ming rublgacha oyligi, akalar, opalar. Ish qanaqa degan vatandoshlarimiz, videoni o'tkazib yubormang. Ish jarayonini hammasini qo'yib o'taman, bemalol ko'rishingiz mumkin. Keyin pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqib, O'zbekistondan kelaman degan vatandoshlar bo'lsa, bu yerga ko'pchilik emas, 3 kishi ishga olinadi. 3 ta akamizni ishga olinadi, faqat erkaklardi. Yoshini aytib o'taman, 18 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan vatandoshlarimizni ishga olinadi va sizni aeroportdan kutib olishadi. Patentingizga registratsiya tekin, patentingizga pul yordam beradi, oylikdan ushlab qolinadi. Yotoq joy tekin, registratsiya tekin. Bu yerda akalar, opalar, yotoq joyida ham videolarni qo'yib o'taman. Faqat sizlardan biron narsa talab qilmayman. Mana shu videoga like, komment, podpiska bosasizlar inshaalloh va mana shu videoning tagiga birinchi kommentariyaga o'zimni Instagram kanalimni qo'yib o'taman, akalar, opalar. Instagramda ham bir harakat qilib, inshaalloh mingga yetkazib qo'ysak juda zo'r bo'lardi. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Unda ishlayman degan vatandoshlar bo'lsa, bemalol qo'ng'iroq qiling va joyni egallang. 3 kishi qo'shningiz bilanmi, do'stlaringiz bilanmi bemalol borib ishlashingiz bo'ladi. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Vaqtlaringizni olmayman. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Video davomida ish jarayonini ko'rib o'ting. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.